Yangi O'zbekistonda juda katta marralarga qadam qo'yyapmiz. Hozirgi tebranish davrida faqat mehnatimiz bilan, peshona terimiz bilan yo'q imkoniyatni bor qilib yashasak, o'shanda natija bo'ladi. Biz importyor edik, hozir eksportyor bo'ldik. Buni qadriga yetishimiz kerak. Viloyat, rayon hokimlari har bitta tarmoq bo'yicha, har bir tadbirkor bo'yicha ishlash kerak. Iqtisodiyot, yana bir marta iqtisodiyot. Buni tagida bitta narsa bo'lish kerak: tizim, tartib, intizom. Mana bu yil oldin cho'li biyobonda qanday katta zamonaviy korxonalar ishga tushgani, bu degani qilsa bo'lar ekan-ku. Eng katta narsa o'zimizni qora ko'zlar qilyapti. Kirib kelayotgan ulug' Ramazon oyi bilan sizlarni timsollaringga butun respublikamizni tabriklayman. Duolar qabul qilayotgan oy deydi oqsoqollar. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin.